Fevral oyida atiga $880 dan Umra safariga borishni niyat qilayotgan hoji otalarimiz va hoji onalarimiz videoda o'tkazib yubormanglar. Chunki Hikmat Travel bosh ofisida narxlarda fevral oyiga atiga $880 qilib borishdi. To'liqroq ma'lumotni Abdukarim hoji akamizdan olib beramiz. Video boshlanishidan oldin bir dona like bosib, kommentariya tezroq inshaalloh tez kunda bizga ham borishlik nasib qilsin deb yozib eshitishdan chiqarmanglar. Hoji aka, avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi. Assalomu alaykum, voldingizmi? Allohga shukr. Hikmat Travelda juda katta yangilik bo'lyapti uka. Fevral oyiga $880 dan paketlar qo'yib yubordik. Yurtdoshlarimiz uchun reyslar Toshkent shahridan tashqari Vodiy shahridan uchiladi deysiz. O'sha to'liqroq ma'lumotni yurtdoshlarimizga o'zingiz yetkazib bersangiz. Inshaalloh Vodiydan Farg'ona Madina, Andijon Jidda, Andijon Madina, Namangan Madina, Toshkent Jidda, Toshkent Madina reyslarini qo'yganmiz inshaalloh. Ya'ni 4 ta viloyatdan reyslar uchilyapti. 4 ta viloyatdan bor, Andijondan 2 ta Toshkent Jidda, Toshkent Madina bor. Va Andijon Jidda, Andijon Madina bor. Ham Andijondan Jiddaga, ham Andijondan Madinaga uchadigan reyslar bor. Toshkentdan ham shu Toshkent Jidda, Toshkent Madina reyslarimiz bor. Yurtdoshlarimizni kuttirmagan holatda o'zi $880 haqiqatda olib ketalasizlarmi? 14 kunlik umra ziyoratini? $880 14 kunlik hamma yo'q ichida o'zlariga sog'lom salomga pul olib olsa bo'ldi. Hattoki Qizil dengiz sayohatlari ham bor bonus. $880 ichida Qizil dengiz sayohati ham bor. Qizil dengiz sayohati ham bor. Mehmonxonasi Batqa Qurayshda O'zbeklar mahallasi deydi. Abrajdaniya mehmonxonasida turishadi. Abrajdaniyaning qulayligi qavati 20, 17 qavat bas. Bizga qulayligi 5-6 qavatli mehmonxona, liftlar ham probka bo'lmaydi inshaalloh. Ya'ni probka bo'lmaydi. Liftda probka bo'lmaydi. Yosh katta odam ham chiqib tushishga qulay. Qiynalishmaydi, lift kutishmaydi inshaalloh. Lift kutishmaydi. Endi yurtdoshlarimizga oziq-ovqat masalasi ham qiziqda. O'zi arzon paketni ko'pchilik oziq-ovqatni o'rtacha bo'ladi deyshadi. Oziq-ovqat masalalari qanaqa bo'ladi? $880 deb. Oziq-ovqat Madinada 2 mahal beriladi, nonushta berilmaydi. Makkada 3 mahal beriladi. Demak, o'zimizning milliy taomlar, Makkada oshxonamiz bor. Marg'ilonlik oshpazlarimiz inshaalloh o'zimizning o'zbek milliy taomlarini qilib berishadi, Alloh xolasa. Ya'ni Makka mukarramada 3 mahal milliy taomlar bo'ladi o'zimizga. Madina Munavvarada obed va kechki ovqat bo'ladi. Bo'ladi. O'zi 14 kunlik umra ziyorati, necha kun Madina Munavvarada bo'lishadi, necha kun Makka mukarramada bo'lishadi. 2 kecha Madina Munavvarada bo'lishadi, 11 kecha demak Makka mukarramada bo'lishadi inshaalloh. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal ovqat beriladi. Endi sayohatlar-chi sayohat? Madina Munavvarada qaysi joylarga boriladi va Makka mukarramalar qaysi joylar sayohat va ziyorat qilinadi? Madina qiziqib bitta aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Madina Munavvarada birinchi bo'lib Qubo masjidi, ya'ni islomda birinchi qurilgan masjid, ikkinchi bo'lib Xurmo bog'iga boriladi, uchinchi bo'lib demak Qiblatayn, ya'ni ikki qiblayi masjidga boriladi. To'rtinchi bo'lib Uhud tog'i, ya'ni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz Uhudni yaxshi ko'ramiz degan tog'ga, jannatdan tushgan tog'. Shuni ziyorat qilamiz, sunnat inshaalloh. Makka mukarramada-chi? Makka mukarramada birinchi bo'lib Savr g'origa boriladi, keyin Arofatga boriladi, keyin Muzdalifa, Mino, Jamorot, Jabarun Nur, ya'ni Xiro g'ori, o'sha Iqro surasining 5 oyati tushishga nozil bo'lgan g'orga boriladi inshaalloh. O'sha joylarga sayohat, ziyoratlar qilinadi, ekskursiyalar bo'ladi. Bor. Keyin inshaalloh yana plus qilib Qizil dengizni qo'shib beramiz. Yana Makka hududida ziyoratgohlar bor. Demak, birinchisi Hadicha onamizning qabrlari bor, Jannatul Maalla deydi. Keyin Jin masjid, Darg'a masjid, Bayroq masjid, payg'ambarimiz tug'ilgan uylari, Hadicha onamiz uylarini ko'rsatiladi inshaalloh. Inshaalloh ko'rsatiladi. Undan tashqari yosh katta odamlarimiz bor. Biz O'zbekistondan Uchilxon, ayrim yurtdoshlarimiz yosh katta odamlar, ular kasal bo'lib qolishlari mumkin-da, bilib bo'lmaydi. Yosh katta odamning organizmi har xil bo'ladi. Makka, Saudiya Arabistonda doktor xizmatlari ham bormi? Qanaqa bo'ladi u tibbiy ko'rikda? Doktorlarimiz bor. Bir kasal bo'lib yo istimalab yo gripp bo'lib tomoq og'risa, doktorlarimiz qaraydi. Lekin o'zini surunkali kasali bo'lsa, dorisini olgani afzalroq. Chunki bizda surunkali kasalliklarga dori bo'lmaydi. Saudiyada. Saudiyada. Misol bosh og'rib, davleni o'lchash yoki bironta lecheniya olayotgan bo'lsa, 2-5 unaqa nimalar doktor xizmati bor, a? Bor, unaqa xizmatlar bor inshaalloh. 50 boshi masalalari qanaqa bo'ladi? Saudiya Arabistonda kutib oladimi yoki O'zbekistondan o'zlari olib ketadimi 50 boshlar? 50 boshlarimiz ko'proq chetdan olib ketishadi. 14 kun birga yurishadi, umralarda qildirib boshqa guruhga o'tib ketishmaydi, oxirigacha birga yurishadi. Endi o'sha Qizil dengiz, ziyorat hamma yo'llar tugagandan keyin 50 boshi ham o'z ibodatini qilaveradi. Hojilarimiz ham o'z ibodatini qilishaveradi. Qaytadigan kuni inshaalloh aeroportga 50 boshimiz o'zi kuzatib qo'yadi. Kuzatib qo'yadi. Do'stlar, bunaqa imkoniyat juda kamdan kam. Boshqa firmalar hali $880 dan hech kim chiqargan yo'q. Chunki o'zim Telegram gruppa, Instagram gruppa kuzatib turaman. $880 dan Hikmat Travel paketlar qo'yibdi. Hikmat Travelda o'zining litsenziyasi bor, adashmasam, 14 ta firmaga litsenziya berilgan bo'lsa, ulardan bittasi bizniki. Demak, birinchilardan bo'lib olganmiz. Birinchilardan 12 ta firmaga berilgan, ulardan bittasi bizniki. Hikmat Travel. Yonimizda turgan narsa o'sha O'zbekiston Diniy qo'mitasi tomonidan berilgan litsenziya.
Do'stlar, bunaqa imkoniyat juda kamdan kam. Hozir kam nomerlar qoldiryapman. Misol biz qo'shni Qirg'izistondan, Tojikistondan, Rossiya Federatsiyasi bo'lib turib, o'sha yurtda ishlayotgan musofirda do'stlarimiz bor. Ota-onamni yaxshi niyatda umra safariga jo'natamiz degan do'stlarimiz bor. Nomerlaringizda Telegram, WhatsApplar ham bor, Bor, hammasi bor. Nomerlarimizda WhatsApp ham bor, Telegram ham bor. Yana qo'shimcha qilib boshqa yurtda yashaydigan, boshqa viloyatda yashaydiganlarga sharoit qilib beramiz inshaalloh. Pasportlarini o'sha Telegramdan, WhatsAppdan tashlab berishsa, to'lovini aeroportda qilsa ham bo'laveradi. Shunaqa imkoniyat qilib beramiz. To'lovni ya'ni ofisga kelish shart emas. Aeroportda o'zi pasportini tashlab iloji boricha ofisga kelgani yaxshiroq. Mabodo boshqa viloyatdan bo'lsa, shunaqa imkon qilib beramiz. Imkoniyat qilib beriladi. Qilib beriladi. Ya'ni o'sha aldanib qolishlarini oldini olamiz. Yana bitta narsa bir eslatma, ko'p savol tushyapti shu haqida. Ishonchlimi, ata sarson bo'lib qolmaymizmi degan savollar tushyapti. Bizda litsenziyamiz bor. Litsenziyasi bor firmadan hech qachon odam sarson bo'lmaydi. Agarki sarson bo'ladigan bo'lsa, $1 million pul qo'yib turib litsenziya olganmiz. U $1 million demak ziyon bo'lishi mumkin. Ziyon bo'lishi mumkin. Chunki bizni firmada mumkin emas, unaqa muammo bo'lishi mumkin emas bizni firma. Do'stlar, ishonarli firma, ishonmayotganlar uchun $880 dan atiga fevral oyida, ya'ni Ramazonni boshiga ham ulanib ketadi. $880 ulanib ketadi, to'g'rimi? Ulanib ketadi. Birinchi 10 kunligi. Do'stlar, ekranda nomer qoldiryapmiz, aloqaga chiqinglar. Bu videoda maksimalniy umra safariga boraman degan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kommentariyaga inshaalloh tez kunda ota-onamni olib borishlik bizga ham nasib qilsin deb yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar.